Shunday qilingki, Ka'baga shunday qaraganingizda hozir biringiz aytishingiz mumkin, "Qora aka, men unda ko'p duo qila olmabman-u. Shunday kirib ketibman-u." Yo'q, yana borasiz u Ka'baga hozir. Yana qaytasiz hali. Tavofli ifozalar qilasiz. O'shanda shunday turib olib, ko'zingizni uzmasdan so'rang, Alloh beradi. Ka'baga demak nima? İlk nazaringiz tushgan paytda duo qiling. Balkim qarang, Ka'ba ko'rinadigan har joyda. Boya duo qila olmay qopman, odamlar bilan yurishda avora bo'pman desangiz, o'kinmang. Hali siz Ka'bani ko'p ko'rasiz, borasiz, tavof qilasiz. Hali sayda ham ko'rasiz, o'sha yerda namozlar o'qiysiz, tepadan ko'rasiz. Ka'ba ko'rilgan o'rinda, demak, Ka'baga qarab qilingan duolar ijobat. Shuni fursat biling. Afsus, hozir hammangiz menga va'da bering, tavofda o'zingizni kameraga olmang. Ayniqsa soatda olmang. Allohning Ka'basi turib siz qanday soatda olasiz? Uyat bu. Uyat. Keyin qanday, hali biz Arafatda ixlos haqida gapiramiz. Ixlos juda ham og'ir bo'ladi. Ixlos o'zi dunyoda amallarning ichida ulamolar aytadilar, eng amalni og'iri ixlos deydilar. Chunki nega? Ixlosni Alloh uchun qilinadi-da. Odamlar degan narsani olib tashlashlik bandani fitrati uchun og'ir ekan. Siz Ka'baga yetdingiz. Ka'baday ulug' narsa makon yo'q. Siz o'sha paytida siz telefoningizni ochib olib, "Falonchi boy, biz Ka'bada aynilayapmiz. Falonchi boyga salom. Mana soat." Sharmandalik, bunday qilmaylik. Uyat, Alloh taolodan uyaling. Siz Ka'basida turibsiz. Siz qanday soat deb ko'rsatasiz Ka'bada turib, Soat qachongi soat u? U soat bizni zararimizga bunday. Soatni bunday qilishligingiz bu sizni zararingizga. Ehtiyot bo'ling. Ka'bani ko'rdingizmi, faqat yig'lab duo qiling. U Ka'bani men Ka'badaman, unaqaman, bunaqaman deb telefoningizni ochib olib, boya dumaloqlarini to'lib ketgan. Biri kelib uni duo qiladi, biri kelib bunday deydi, biri kelib bunday deydi. Alloh asrasin. Qarang. Hojimizni haj bo'lib qabul bo'lishligi nima desangiz, Hazrat Umar nima dedilar o'g'illariga? Bolam dedilar, hajga keluvchilar ko'p, lekin haqiqiy haji oz dedilar. Haqiqiy hoji oz dedilar. Hajni qabul alomati siz elga qaytganingizdan keyin yoki Arafatda turib amallarni bajarganingizdan keyin haqiqiy obid bo'lib, mo'min bo'lsangiz, unda hajingiz qabul. Hajdan keyin ham yana gunoh qiladigan bo'lsangiz, Alloh asrasin, unda yana haj qilishingiz kerak. Ehtiyot bo'laylik. Juda ham ehtiyot bo'laylik. Hajdan keyin o'zingizni muroqaba qiling. Nazorat qiling. Qanaqasiz? 5 vaqtda jamoatda o'qiyapsizmi? Avvalgi g'iybatlardan tiyildingizmi? Qanaqadir shubha bor edi, mol davlatingiz bir amalingizda shubhalardan yiroq bo'ldingizmi? Alloh amr qilganda yashayapsizmi? Allohni qaytargan nahiylardan uzoqmisiz? Demak siz hojisiz. Demak sizning hajingiz qabul. Tushunarlimi? Ehtiyot bo'laylik. Ka'bani atrofiga borib bu telefonlarimizni olib faqat yozish bilan avora bo'lmaylik. Tavofda ketyapman, baraka topkirlar, keladi qoraga rasmga tushaylik deydi. Men oxir buni o'rganib oldim. Aytadi, tavofda bo'lmaydimi deydi. Bo'lmaydi, tavofda zikr qilinadi. To'g'ri, tavof unda so'z mumkin. Illa unda so'z mumkin. Qanaqa so'z? O'sha bir hojat tushadigan holatdagi. Lekin kelib rasmga tushilmaydi. Men tavofda yuryapman. Qarang, tavofimda karohiyat bo'ladi. Agar yurayotgan odam tavofda, shuni biling yaxshilab. Tavofda mana faqih ulamomiz, ustozimiz o'tiribdilar. Tavofda ketayotib, tavofda rasm uchun to'xtalmaydi. Bu tavofda karohiyatidan bu. Bo'lmaydi bu. Mana shunaqa qilyapman. Bir xillari tushunyapti. Bir xillari, tavofda bo'lmaydimi deydi. Bo'lmaydi, mana qilyapman-ku deyapman. Bir xillariga aytib, "Uzr, men ahliyam bilanman, hozir rasm tushirmayman." Rasm. Bu narsa bizni zararimizga, birodarlar. Ehtiyot bo'laylik. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan.